Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Kelesi Mostida, Uzumzor mahallasida bo'lyapti. Mana shu hovlimizni 3 sotixga tushgan 7 ta xonali tayyor remontli uyimiz. Mahallada suv svet gazdan muammo yo'q. Bitta nariga ko'chada kanalizatsiya kelgan, ko'chani boshiga kanalizatsiya kelgan. Shunda Kelesi Mostiga yetmasdan o'ng qo'lli ko'chadan kirganimizda oxirgi ko'cha bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, Kelesi yo'liga tushgan Novostroyka domli. Uy tayyor holatda 100% pishgan, o'zlari uchun qilingan. Mahalla bitta asfaltga qolgan, kanalizatsiya o'tgandan keyin asfalt qilinadi. Uychilarni bitta obzor qilamiz, ko'rasizlar, xudo xolisa yoqadi. Aniq narxi ham juda ideal chiqyapti. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Yo'lini ko'rasizlar, kattagina, vaqti zo'r qilingan. Ikkita, uchta mashina bemalol sig'ib ketadi. Uy ichiga kiradigan eshigimizni ro'paraga oshxona qilingan. Bu tarafda aslanma yotoqxona, mehmonxona hammasi shu yerga joylangan. Oshxonani ko'rsatib, hovlini ko'rsatib, uyga kiramiz. Oshxonani ko'ryapsizlar, vaqti zo'r, tayyor. Xudo xolasa mebellar qoladi, oshxona mebellari. Endi ayrim narsalar uydan chiqib ketadi. Zo'r tarafi hovlini fasadigacha bo'yatib qo'ygan ekanlar. Yashil hudud katta, bitta amtga ozgina mashina tashkil turib, letniy kuxnya qo'rsa, undan ham ideal bo'ladi. Hovlini hojatxonasi bor, ko'rasizlar. Yo'q, burchida kotelniy xona qilgan ekanlar. Hali yonida hovli qurilmagan. Fasadni qaranglar, tayyor uy xudo xolasa. Shunday kelib yashab olish kerak. Hozirgi paytda ko'pchilik mijozlarimiz 200 minggacha uy qidirishyapti. Bu sizlarga 200 mingdan ancha arzonli uy. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa yetib ketamiz. Oshxonamiz teki полный podval qilingan. Kladovka ortiqcha narsalar taxlash uchun juda zo'r joy bo'lgan. Uy ichini bitta ko'rsataman. Albatta har doimgidek like bilan podpiskani ayamaysizlar. Sizlarga yangi zo'r videolar qilishda bizga ko'makdosh bo'lasizlar. Hop, yo'ldan uyga kiradigan eshik qilingan. Ko'rib turibsizlar, yaxshi narsalar ishlatilgan. O'zlari uchun qilganlar hamma narsani. Kirganimizda koridor. Bu yerda oyna qilingan. Zinantiga garderob, shkop, oyoq kiyim qo'yadigan, oyoq kiyim taxlaydigan joy. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamizni chap qo'limizda kattagina zal. Lekin zal juda kirganinglarda aurasi o'zingizga yoqadigan darajada kelib ko'rsanglar, xudo xolasa. Yoqib baraka qo'yadigan joyi. Shoshib qolinglar, bunaqa variant juda kamdan kam bo'ladi. Betonkadan 250 metr kiriladi. Ro'parasida hop yotoqxona qilib qo'yishgan. Xolisanglar bu yerda oshxona qilib turib, pastda отдельный bitta spalniya qilib qo'ysa ham, o'tiradigan joy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ichida o'zini sanuzel bor. Qaranglar, kattagina sanuzel ham. Bu yerda polniy uxlashga, mehmon kutishga kirasizlar. Bu yerda bemalol o'tirib, choy ichib o'tirsa bo'ladigan joy. Tepalarni bitta ko'ramiz, baho berib qo'yish, like va podpiskani unutmanglar. Ikkinchi qavatga chiqishimizda bu yerda bitta kladovka qilib qo'ygan ekanlar, kattagina. Ortiqcha narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Joydan unumli foydalanadigan. Qaranglar, ikkinchi qavatga chiqqanimizda 5 ta xona, pastda 2 ta xona, o'sha 6 ta xona bo'ldi. Va chap tarafimizdan boshlaymiz. Kattagina sanuzel qilingan. Bemalol bitta jakuzzini qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Razmeri katta sanuzellar. Tepamiz aslan yotoqxona, bitta xonani zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi. Ko'rasizlar. Mashitdan oynasidan sizlarga bitta ko'rsataman. Mana betonkali bo'yida qurilayotgan dom, Kelesi bo'yida qurilayotgan domlar. Joy juda ideal. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Bu yog'imizni xolisanglar bitta radiatsiya qilasizlar. Xolisanglar bitta mini zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va metozi zal hisobi olingan, bular kattaroq bo'lsin deb yotoqxona qilib foydalanishgan ekan. Ko'p turilmagan uyda, uy umuman urinmagan. Foydalanib qolish kerak. Narxiga keladigan bo'lsa 180 ming dollar startiga so'ralyapti. Ko'rasizlar. Uyda hech qanaqa qiladigan ishi yo'q. Bitta spalniya qilsa bo'ladi. Manzilni eslatib o'taman. Kelesi Mosti, Uzumzor mahallasi. Suv svet gazdan muammo yo'q. 3 sotu, 6 ta xona, oshxonadagi podval bo'lyapti. Tayyor remontli uy. Mebel texnikalarni olib kelib yashayverasizlar. Shoshib qolinglar, pastki raqamdan telefon qo'yasizlar, xudo xolisa kelib baraka qo'yadigan joyi.